Kanalga qadrli ko'rmanlar, yaxshimisizlar? Ko'rayotganlar Şinjan Sabah Madaniyat Tarqitish chekish shirkati ishlagan Şinjan Qaydo Yemeklik chekish shirkati tajdorligini olgan Sabah kuyi programmasi. Men riyosatchi do'stlar Nazgul Tursunjon. Har kuni san'atkorlarimiz ijrosidagi yangi bir kuy diqqatinglar bo'layotdi. Shunlashqa mana shu Sabah kuyi programmamizning ulanishini ham bakrlab qo'yishinglarni chin qalbimdan umid qilaman. Bu san programmamizning aziz mehmoni bo'lsa, ko'pchilikka nihoyat tanishliq. O'zi sal kichik, lekin cho'ng-cho'ng ishlarni qilayotgan bir san'atkor do'stimiz, ya'ni Abnurayliq Yoshlar Birlashmasining a'zosi, axborot sohasining katibat boshlig'i, yana bolalar ijodiyatchisi ham chiroyli mo'ngluq naqshlari orqali sahnalarimizni to'ldirib kelayotgan yaxshi inim Kerem Abbas. Qarshi olaman. Rahmat, xush bo'ldim. Salom, Sabah kuyi ekran oldida o'tirgan barliq aziz qarindoshlar, hammanglarga Kerem Abbasdan salom bo'lsin. Salom Nazgul Tursun, siz bilan bir sahnada turib o'zimni bak xo'shal his qilyapman. Rahmat, men ham shundoq. Keremni men jiqroq yo'llarda ko'rmayman. Mushu Ponyuchanda jiqroq ko'rib qolaman. Ponyuchanda bek o'ynaydi. Ponyuchanda bek o'ynaydi. Men ancha-muncha o'ynayman. Chunki bu Ponyucha yana do'stlar chamirki, har kundagi mushu atrofimizga do'stlarimizning turmushida yuz berayotgan xilma-xil yangiliklar, ham xo'shalliklar, ba'zida qayg'u hasratlar, har qanday turmush munosabatli ishlardan xabardor bo'lib tura olganmiz. Keremning menga bergan ta'siri, Kerem gerçi o'zi cho'ng bo'lgan bo'lsa-mu, lekin bolalarcha bir xil qalb bor, bir xil shu xil hissiyot bor. Shu hissiyotini o'zida qondirib bo'lmay, hozir umoqqina chiroyli qizig'i bog'lab turib, ham ijodiyat qilyotdi. Shu tariqada qizim degan chiroyli naqsimi tarqalib nurg'un do'stlarimiz yaxshi ko'rdi. Uni oldida hamda men deb o'yla deb ish qilib, shamol chiqsinmi shu, yomg'ir yog'sinmi shu, meni o'yla deb hamma do'stlarga qamay meni o'yladi. Meni o'ylal deydi. Unda boshqa yana konu naqsha deydigandek nurg'un naqshlari tarqaldi, ham chekilishimi shundoq yaxshi bo'lib, do'stlarning yaxshi bahsi erishadi. Hamda bolalar ijodiyati bilan ko'proq shug'ullandi dedik. Bolalar ijodiyat qilish tasmo. Bu ba'zida bek taskib qoldi, ba'zida bilib bilmayman bir Aştaq bir hissiyat kelib qoldi. Ondan keyin masalan bolalarniki men kichik bola bek amroq o'zim. Mayli tanishlarning bolalari bo'lsin yoki tanimaydigan bolalar bo'lsin, kichik bolalar bilan chiqib paranglasha olmayman, birdan-bir sirdisha olmayman. Shuning bilan ularning ichki dunyosiga taxminan bosib kirib, nima o'yladi, nima yaxshi ko'rdi degandek ishlarni ancha-muncha xabardor bo'lgandan keyin o'zim attig'ini qalam tavritib, milliarderlarni qilib, toki bugunga qadar 2012-yildan boshlasak, Şinjan televiziya stansiyasining Şon Yugun va Şuanlammo andan mashrab programmasi 6-oyning 1-kundagi bolalar bayrami qilingan ijodiyatlar, andan o'zimizningki shirkatning Sahna Madaniyat Tarqitish shirkatininki Sahnam bolalar san'at festivali nomida 4 qaror o'tkazdik. Neri beri solib 60dan ishib 100ga borgan atrofda bolalar naqsi yezib qo'yibdi men bu jarayonda. Yaxshi bo'pti. Bugungi naqshimizning bolalarga munosabatlikmi u yaqindoqdi? Bugünkisi bizningki shu 18 yosh kirgandan boshlab zada shu 70-80 yoshgacha hatto 100 yoshgacha hammasiga hissiyatiga tushadigan bir naqsh tayyorlab qilib keldim. Bu nima naqshida hamsa? Deprimimi? Yeni bir kun temasida. Bunun yeni bir gün. Mesela sen hoş bol yoki xafa bol bu bir gün. Hamon o'tadi, lekin xo'shalik bilan men do'y qilgan degandek temadagi bir. Bu bir aktiv energiyalik naqsh. Demak, endi biz do'stlar chambergidan boshlaganimiz bek to'g'ri bo'ldi bugungi temamiz. Bu yeni kuyni, yeni sahnamizda yeni bir kun bilan boshlab anglab baqaylik. Qani, marhamat. Rahmat. Yeni bir gün başlandı, bilmedik qaysi arzu arman ravan. Meyli bugün qandaq kun bolsun, hayatqa bo'lgan muhabbet davam. Uyg'un almaysan gahida, sayrigan seni chürüp, ranjimigin sen fakat özündün, oygangın yanıma külüp durup, çıktın öyden yalnız, belkim sana uçurmaz taksi.
başlandı bilmedik qaysi arzu arman ravan mayli bugun qandoq kun bo'lsin hayotga bo'lgan muhabbat davom arman qilgan kunlar az kunlar hammamizni sinar yolg'on kunlar armonlaring uchun uxlamay tunlar na ko'rganingni kiyimlar bilar bu hayot sinoqlari ko'p charchitar turmush g'amlari mehrga to'lgan yuraging bo'lsa yengib ketasan hammani yeni bir kun başlandı bilmedik qaysi arzu arman ravan mayli bugun qandoq kun bo'lsin hayotga bo'lgan muhabbat davom yeni bir kun başlandı bilmedik qaysi arzu arman ravan mayli bugun qandoq kun bo'lsin hayotga bo'lgan muhabbat davom bir gün başlandı bilmedik qaysi arzu arman ravan mayli bugun qandoq kun bo'lsin hayotga bo'lgan muhabbat davom yeni bir kun başlandı bilmedik qaysi arzu arman ravan mayli bugun qandoq kun bo'lsin hayotga bo'lgan muhabbat davom hayotga bo'lgan muhabbat davom Rahmat Kerem. Sizga rahmat. Naqshamni yaxshi anglab berganingizga rahmat. Dostlarimiz bu shunday yoqtirib angladi deb o'ylayman. Rahmat. Ma sabah kunning sahnasida naqshingiz bir xil puxatib chiqqan Bak, ekan. rastga qilsam, ma yingshonshi bo'yicha sizningki, masalan, ma riyosatchilik sahnasida sizga chiroqlar, andan mikrofonninki yoki bo'lmasa sahnaning egiz vokalligiga ta'sir qilgandek, bizga shu shouga ma sabah kuy studiyasini aytdi. Yaxshi bir sharoit hozirlab turibdi, uning ustiga yingshonshi bek rahat etib oldim. Men o'yladim, qarasam chiroyingizdan bir xil xo'shallik bor. Rahmat. Albatta, yangi bir kuyni ko'pchilik so'q qildik. Undan boshqa yana mana sabah kuyninki musha chiroyliqina illiq sahnasida eng yaxshi uskunlar bilan sistemlik o'lchamlik bir sahnada bir naqsh o'rildik. Bir naqshimiz axborot e'lon qilingandekla e'lon qilinib ketdi. Sabah kuyiga rahmat aytib olaychi men. Bo'ldi. Rahmat. Sabah kuyidagi barliq aqsabdagi xizmatchilar, yana Samikam boshchiligidagi hammalarga rahmat. Mushtaq bir yangi naqshimizni biz taqit qo'yinglar debchi bir bechoraligimizdan sal xoli qilibdi bizni. Qilib mana bu yerda nihoyatda keng bir o'rinda taqitish fursatini berganlarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Sizning meni shunda maqtab, sizdek donliq riyosatchilarning ig'izdan odam o'zini maqtagan so'zlarni anglasa bugun bir kunim nihoyat xo'shal o'tadigan bo'ldi. Voy rahmat, men xursand bo'ldim. Yangi ijodiyatlaringiz davomli chiqib tursin. Rahmat, sizga rahmat. Endi bu yer bir e'lon keldi. Bu e'lon emas, amaliyotda o'zimizning oshxonamizda, uylarimizda ba'lam narsa. Men tamoq usta. Açtama. Bek editimi. Bu şu juvalan tügürlen bek tügündü de ben degan so'zdigan bo'lsam 120 metr bırak. Yüzemlan. Mau endi mundaq narsa bu. Meyada ma tügürlerniki benşirlarni isim turdi go, rasm turdi. Bu qayduni şu qiymliq tamoqlarga saldigan tetutqusga. Endi ba'zi vaqtlarda qiymliq tamoq atgan vaqtida endi onun ichidagi go'sht, piyozdan sapilib, tuz tashlab qo'ydi jiqroq. Lekin hozir endi texim bakilqi tetimliq bo'lsin deb o'ylaydiganlar, shunda tetutqularni saldi ekan. Qiymini ichiga
Qiyimning ichiga silib, davatqıçılıma bir sal hayajanlanish bo'lyapti. Qiyimliq taomlarni demak ana shu tuzdan tetitib, uni tetitqularni yaxshi qilsak, texmi bak jiq yelaymiz emasmi? To'g'ri. Unisi men benshirga amroq qarang. Bak yeytimi. Bir o'tirishimda 40 ni yeyman. Tamam, undan so'ng cho'ng chiqilgan cho'qim. Yo'q, normal. Bo'lmasa siz bu o'roq alatni saqlab qilib bir 200 men chuma yeni bir kunimni sakrab taxlab o'tkazgachga bak nima qilib ketmayman. Rahmat. Undan boshqa hamda shunga o'xshash qarmosh, ahmosh, laz, uni u bu degandek ish qilib shu uyimizdagi chiroyli qo'mzaklarga tizib oladigan barliq xurushlari qaydoniki hammamizning uyida bor deb o'ylayman. Shu qaydoshlikninki programmamizni qo'llig'iga rahmat aytamiz. Sizlarning texmo o'ngishli bo'lishiga tilakdoshmiz. Tilakdoshmiz. Amsa Keremga o'xshash shundaq to'xtamay yangi sahnalarda yangi ijodiyatlar, yangi kuylar bilan chiqib turadigan san'atkor do'stlarimizning texmo ishlarning o'ngishli bo'lishini umid qilamiz. Sizning ham tenang salomat bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Qadrli do'stlar, demak Şinjan Qaydo Yemeklik Çekiştirikti tajdorligini olgan Şinjan Sabah Madaniyat Taxti Çekiştirikti ishlagan Sabah kuyi programmamizning bugungi mazmunlarini mishada oxirlashtirdik. Atki yangi kuyimiz sizlar uchun. At ko'rishaylik. Xayr xo'sh.